tushda tungi qorovul ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda tungi qorovul bilan yurganini va yaxshi odamlardan ekanini ko'rsa, unga xayr va manfaat yetishiga dalildir. Agar buning aksini ko'rsa, zararga ishora. Kimki tushda tungi qorovul uni tutib olganini va zarar yetkazganini ko'rsa, podshoh odamlardan unga zarar yetishiga dalildir. Agar tutib olgan qorovuldan unga ziyon yetmasa, xayriyat va yaxshilikka dalil bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha, agar tushda tungi qorovul uning kiyimini yechib olganini yoki qamab qo'yganini ko'rsa, podshoh odamlardan unga zarar yetishi va behurmatlik ko'rishiga dalildir. Agar tungi qorovuldan qochganini va hech kim uni tutib olmaganini ko'rsa, unga biroz zarar yetishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.